Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzuyimiz oddiy dars emas. Bugun sizlar bilan juda ham muhim tema haqida gaplashamiz. Ya'ni juda ham ko'p savollarga binoan vot ko'rishingiz mumkin. Уже har safar primoy efirda har kuni, почти har kuni beriladigan savol menga qanday qilib rus tilini tez o'rgansa bo'ladi, qanday qilib oson o'rgansa bo'ladi. Va nihoyat bugun mana shu mavzuda sizlar bilan video tushirishga qaror qildim. Ya'ni bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Oddiy, oson usulda qanday qilib o'rgansak bo'ladi. Grammatikaga kirmasdan praktika asosida bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Student bo'lmoqchi bo'lgan yigitlarni diqqatiga. Akalar, ukalar, singillar, opalar. Har shanba kuni Sankt-Peterburgda, har yakshanba kuni Moskvada master klasslarimiz bo'lyapti. O'qishga kirish, byudjetga kirish, qanday qilib o'qishga kirib patent to'lamaslik, fakultet tanlash, qancha pul ketadi? Mana shu savollarga hammasiga master klassda, ofisda javob olishingiz mumkin. Agar siz boshqa shaharda bo'lsangiz, hech qisi yo'q, telefon qilib yoziling, boshqa shaharda bilan Zoomda master klass o'tamiz. Rahmat. Shunday qilib siz bilan 5 ta metodni ko'rib chiqamiz. Bugun 5 ta usulni ko'ramiz, qanday qilib oson o'rgansa bo'ladi. Demak, birinchisi eng yoqimlisi desak ham bo'ladi, bu musiqa yordamida o'rganish. Ya'ni qanday? Siz sevimli musiqangizni olasiz, uni обязательно tekst bilan eshitasiz. Ya'ni siz musiqani eshitasiz hamda kirib, YouTubedan olishingiz mumkin yoki prosta yozsangiz poyezkda mana shu musiqani teksti chiqadi sizga. Mana shu musiqaning tekstini o'qiysiz, eshitasiz, aytasiz o'zingiz, qo'shiq aytib o'rganasiz. Tanimagan, notanish so'zlar chiqib qolsa, albatta lug'atdan birdan sizga tarjima qilib olasiz. Ya'ni 2 minutlik, 3 minutlik qo'shiqda siz kamida 30 ta 40 ta yangi so'z o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Bu ham foydali, ham siz uchun yoqimli bo'ladi. Ya'ni musiqalar eshitib o'rganamiz. O'sha birinchi kupletda nima haqida gapiryapti? Men shu yerda o'sib katta bo'ldim. Ya'ni bu Qozog'istonni aytayapti, nazarda tutyapti. Qozoqlar bizga juda ham yaqin, yashash tarzi yoki hayot normasi bo'yicha. Опять же, qozog'istonlik muzika. Bu qozog'istonlik kino, endi qozog'istonlik muzika, да. Здесь я рос и делал то, что умел делать либо. То есть mama shu yerda katta bo'ldim, shu yerda o'sdim. Qo'limdan nima kerak kelsa, shuni qilganman. Дальше, agar bu yerda tanlov yoki bir boshqa narsa bilan shug'ullanish variantlari bor edi desam, yolg'on bo'ladi. Я совру, я просто совру, сказав, что здесь был выбор. Ya'ni bu yerda hech qanday tanlov yo'q edi. Shuni nima bo'lsa shuni qilganmiz deb yoshligini aytib beryapti o'zbekda. Demak, ikkinchi usulimiz bu yerda tekst asosida. Tekstlarni subtitrlar yordamida ko'ramiz hamda o'rganamiz. Siz aksariyat holatlarda o'z vaqtingizni Instagramda yoki Telegramda yoki TikTokda o'tkazasiz va qandaydir videolar ko'rishga sarflaysiz. Rus tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, haqiqatda sizda xohish bo'ladigan bo'lsa, mana shu kontentni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni birorta foydali videoni olasiz, ko'rasiz. Mana shu videoni обязательно pastda russkiy subtitrlari bilan ko'rishingiz kerak bo'ladi. Я утверждаю, что одежда очень многое говорит о человеке, прежде чем он откроет свой рот. Были времена, когда я очень гордился тем, что покупаю себе дешевые костюмы. Для меня было нелогично платить $1000 за одежду, если можно было купить ее всего за $50. Кто об этом узнает? Уже с годами я понял, что был ой как неправ. Сейчас я покупаю себе дорогую и качественную обувь, и она мне кажется вечной. А про свою дешевую обувь помню, что она быстро изнашивалась и выглядела на те самые деньги, за которые я ее приобрел. Всегда помните одно простое правило. Одеваться следует для той работы, которую вы хотите иметь, а не для той, которую имеете. Почаще смотритесь в зеркало. Вы должны гордиться тем, что в нем отражается. Если вы выглядите неопрятно, таким же будет и ваш бизнес. Покажите мне человека без эго, и я покажу вам лузера. Siz o'zingizga kerakli ma'lumot olasiz hamda uni nima haqida gapirilayotganiga e'tibor qaratasiz. Bu esa sizni eshitish qobiliyatingizni kuchaytiradi. Yangi so'zlarni o'rganasiz hamda pastdagi subtitrlarni o'qiysiz, o'qish tezligingizni oshirasiz. Shu bilan birgalikda siz tekstdagi notanish so'zlarni ko'rsangiz, обязательно pauzaga bosasiz, slovarga kirasiz, yangi so'zni yozib olasiz. Va mana shu где-то там
может быть 3 minutli или 4 minutli или 5 minutli videoda, foydali videoda siz 100 tagacha yangi so'z o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Yana bitta juda ham yaxshi tarafi bu metodni siz yangi so'zlarni, mana hozirgi kunda ishlatiladigan so'zlarni o'rganasiz. Slovardan или qandaydir kitobdan, razgovornikdan ham o'rganishingiz mumkin. Da, конечно, но bitta narsani как praktik sifatida, qanday o'qituvchi, staji bor o'qituvchi sifatida sizga shuni aytishim mumkinki, slovardan yodlagan so'zingizni hech qachon ishlata olmaysiz. 1000 slovardan 100 ta so'z yodlang, baribir uni ishlata olmaysiz. Nimaga? Chunki rus tili haddan tashqari qiyin hamda juda ham qoidalari ko'p til. Bitta so'zni yodlaganingizdan keyin uni oldiga qo'shimcha qo'shasiz, uni zamonga qo'yasiz, uni спрягать надо и dальше там juda ham ko'p narsalari bor. Mana shu narsalarni bajarishingiz uchun polni grammatikani bilishingiz kerak. Aksariyat hollarda esa razgovorniklarimiz 2000-yil, 98-yil, ha boringki 2005-2010-yillar chiqarilgan razgovorniklar. Ularni yomon tarafi shunda, ya'ni salbiy, minus tarafi deymizda, shundaki eski so'zlar qo'llanilgan. Hozirgi zamonda esa yangi so'zlar va yangi har xil terminlar qo'llaniladi. U so'zlarni ham siz ishlatmaysiz. Baribir o'rganganingiz bilan hozir ko'chada ishlata olmaysiz. Shuning uchun eng yaxshisi bu mana shunday foydali videolarni subtitrlar bilan ko'rish va so'zlarni tarjimasini yozib olib yodlash. Bu ikkinchi usulimiz edi. Student bo'lmoqchi bo'lgan yigitlarni diqqatiga. Akalar, ukalar, singillar, opalar. Har shanba kuni Sankt-Peterburgda, har yakshanba kuni Moskvada master klasslarimiz bo'lyapti. O'qishga kirish, byudjetga kirish, qanday qilib o'qishga kirib patent to'lamaslik, fakultet tanlash, qancha pul ketadi? Mana shu savollarga hammasiga master klassda ofisda javob olishingiz mumkin. Agar siz boshqa shaharda bo'lsangiz, hech qisi yo'q, telefon qilib yoziling, boshqa shaharda bilan Zoomda master klass o'tamiz. Rahmat. Ana endi siz bilan 3-usul haqida gaplashamiz. 3-usul ham bu juda ham foydali hamda qiziqarli. Ko'pchiligimiz biz yaxshi ko'ramiz va hammamiz tan olinglar, hammalaring bajarasizlar bu ishni, ya'ni uyga video сообщение jo'natamiz. Или kimgadir video сообщение jo'natamiz, Telegramda, tam dumaloqchaga olingan, или WhatsAppda, или xohlagan joyda. Ana shu narsani foydali bajarishimiz kerak. Ya'ni qanday? Ko'pchiligimiz rus tili gapirishdan uyalamiz. Chunki birovga gapirsak xatoyimizni sezib qoladi va noqulay vaziyatga qolamiz. Buni esa xohlamaymiz. Buni oqibatida biz gapirmaymiz. Videoga tushirish, bu o'zingizning telefoningizga tushirish, bu faqat o'zingiz ko'rasiz, boshqa hech kim ko'rmaydi va hech kim kulmaydi. Siz esa o'z xatoyingiz ustida ishlaysiz. Buning uchun sizga kerak bo'ladi telefon va bitta daftar hamda ruchka. И всё. Ya'ni siz o'zingiz biror narsa haqida gapirib berasiz, videoga snimat qilasiz o'zingizda, dальше qo'yib eshitasiz. Вот. Xatoyingizni sezasiz, qayerda qanday xato qilib gapiryapsiz, aksentingizni eshitasiz, chunki o'zingiz gapirganingizda o'zingizning ovozingizga o'rganib qolgan quloqingiz hamda siz xato gapirayotganingizni sezmaysiz. Chetdan eshitsangiz, videoga snimat qilinganda, yoki tam diktofonda ovozingizda boshqacha eshitiladi. Ana shunda sezasiz xatoyingizni. Va albatta daftar ruchka bu nimaga kerak? To'xtaysiz, pauzani bosasiz, mana shu joyda xato bo'ldi, mana shu joyda noto'g'ri gap ketdi, qanday ishlatilishi kerak. Kiramiz slovarga, yoki Google переводчик hammamiz telefonimizda bor. Albatta o'sha joydan to'g'ri variantini olamiz. Hammasini qaytadan ssenariy qilib yozib olamiz aytgan gaplarimizni to'g'ri variantini. Yana bir marta uni o'qib, tayyorlanib, keyin videoga tushirasiz. Ikkinchi marta videoga tushirganingizda обязательно o'zingizda o'zgarishni sezasiz. Agar sezmasangiz kommentariyada yozing. Bu 3-usulimiz juda ham foydali bo'lgan usullardan bittasi. 4-usulimiz esa bu ozgina motivatsiyaga bog'liq hamda o'zimizni majburlashimizga. Ya'ni bu qanday usul? Oldimizga konkretniy zadacha qo'yamiz, ya'ni topshiriq qo'yamiz hamda albatta u topshiriqqa muhlat beramiz. Misol uchun siz 100 ta so'z yodlashingiz kerak yoki bitta katta tekstni olasiz, tushunmaydigan qiyin tekstnida bir hafta davomida mana shu tekstni polni o'qib chiqaman, o'rganaman, so'zlarni yod olaman va o'zim og'zaki qayta gapiraman shu tekstni, qaramasdan hech qayerga degan maqsadni qo'yamiz. Albatta srok beramiz unga. Misol uchun bir hafta berdik. Albatta o'sha bir haftadan keyin o'zingizni tekshirib ko'rasiz. Irodangiz yetdimi? O'shani bajara oldingizmi? Siz haqiqatda gapira oldingizmi o'sha narsani? O'zlashtirdingizmi? Informatsiya sizga keldimi, oldingizmi? Agarda qila olsangiz, mana shu narsani bajara olsangiz, albatta o'zingizni rag'batlantiring.
Bizda zadacha bor, ya'ni topshiriq bor hamda albatta uning ketidan rag'bat bo'lishi kerak. Muhlat qo'yamiz topshiriqqa va bajarilgandan so'ng o'zimizni rag'batlantiramiz. Mana shu joyda juda ham muhim, qanchalik siz o'z mehnatingizni baholashingizni bilib olasiz. Qarang, agarda katta zadacha qo'yib uni bajarsangiz qanchalik rag'bat berasiz? Kichkinaginami yoki kattami? Yoki kichkinagina zadacha qo'yishingiz mumkin, kamgina yana misol uchun topshiriq va rag'batni katta qo'yishingiz mumkin. O'zingizni qanchalik baholaysiz? O'zingizni mehnatingizni qanchalik baholaysiz? Mana shu joyda o'zingiz bilan chestni bo'lishingiz kerak. Va demak 4-mashqimiz bu oldimizga maqsad qo'yamiz, topshiriq qo'yamiz hamda o'sha topshiriqni bajaramiz. Va albatta o'zimizni o'zimiz xursand qilamiz, rag'batlantiramiz. Uni farqi yo'q nima bo'lishi. Qanday sovg'a, bitta futbolka bo'lishi mumkin, yoki tam, не знаю, restoranga kirib maza qilib ovqatlanishingiz mumkin, yoki kinoga borishingiz mumkin, yoki o'zingizga biror narsa sotib olishingiz mumkin. Вот, demak mana shu tarzda. Student bo'lmoqchi bo'lgan yigitlarni diqqatiga. Akalar, ukalar, singillar, opalar. Har shanba kuni Sankt-Peterburgda, har yakshanba kuni Moskvada master-klasslarimiz bo'lyapti. O'qishga kirish, byudjetga kirish, qanday qilib o'qishga kirib patent to'lamaslik, fakultet tanlash, qancha pul ketadi? Mana shu savollarga hammasiga master-klassda, ofisda javob olishingiz mumkin. Agar siz boshqa shaharda bo'lsangiz, hech qisi yo'q, telefon qilib yoziling, boshqa shaharda bilan Zoomda master-klass o'tamiz. Rahmat. 5-usulini men sizlarga aytaman. 5-usuli oddiy. 5-usuli mana ekranda chiqdi hozir приложение nomi Tinder. Tinder degan приложениeni yuklab olasiz telefoningizga. Chiroyli konkretni suratlaringizdan qo'yasiz. O'zingiz suratga olib emas, chiroyli joyda tushgan suratlardan 2-3 ta qo'yib, o'zingiz haqida ma'lumot yozganingizda yozingki, Rossiyaga kelganman, rus tilini o'rganyapman, rus tilini gaplashishni xohlayman, shaharni ko'rishni xohlayman. Практикую русский язык, хочу общаться на русском языке и хочу посмотреть город. Shunday deb yozib qo'ysanglar, shu orqali birorta rus tilida gapiradigan do'st orttirish imkoniyati katta. Shu rus tilida qizlar bilan tanishish Tinderda bo'ladi. Imенно mana shu rus tilini o'rganmoqchi bo'lgan bolalar uchun. U yerda oson o'rganasiz, yozasiz, gaplashasiz, sizga javob qaytaradi. Tushunmagan so'zingizni Googledan ko'rasiz. Ya'niki sizda sabab paydo bo'ladi. Sabab bo'lmasa til o'rganilmaydi. Sabab bo'lmasa yodlab qolingan so'z esda qolmaydi. Shuning uchun men sizlarga mana shu maslahatim 5-si Tinder skachat qilinglar, chiroyli suratlarni yuklanglar, til o'rganaman va shahar ko'raman deb o'zingiz haqingizda ma'lumot qoldirib, dunyoda odam ko'p, tanishinglar hamma bilan. Aytgancha sizlarga yana bitta iltimos, kim agar yana shunga o'xshash usullar bilsa, 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi usullarni bilsanglar, kommentariyada обязательно qoldiringlar. Biz u usullarni обязательно tekshirib ko'ramiz, ishlatib ko'ramiz. Kerakli usullar paydo bo'lsa, biz обязательно bilan o'quvchilarimiz bilan podelimся. Hammalarga katta rahmat. Sizlardan bitta like, kommentariy, bizdan esa keyingi videolarda yana ham qiziqarli temalarni olib chiqish. Hammalaringga xayr.